Assalomu alaykum. Bugun SSH haqida ozgina tushunchalarga ega bo'lamiz. Albatta bu boshlang'ich bilimlar bo'ladi. SSH bu Secure Shell hisoblanib, qurilmalarga masofadan xavfsiz bog'lanishni ta'minlovchi dasturiy ta'minotdir. U turli xil joylarda ishlatiladi. Eng asosiy joylardan biri bu masofaviy xavfsiz boshqarish uchun. Ya'ni uzoqda joylashgan serverlarga xavfsiz ravishda ulanish va turli xil amallar bajarish. Keyingisi masofaviy fayllar almashinuv. Ya'ni masofaviy joylashgan serverlarga ma'lumotlarni yuborish, ulardan o'zimizning boshqa serverga ma'lumotlardan nusxa olish, shu kabi amallar. Shuningdek, oxirgi bu mavzumizdagi oxirgisi parolsiz ulanish kabi vazifalar. Ya'ni biz SSH va SSH login parol, ya'ni ikki xil ko'rinishda ulanishni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda hech qanday parol so'ramasdan turib serverga ulanish imkoniyatini beradi. Xo'p, SSH ulanish sintaksisi juda oddiy hisoblanadi. SSH klient bu siz ishlayotgan kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Shundan keyin SSH username uzoqdagi terminal, ya'ni biron bir serverning domain name yoki IP adresi bo'lishi mumkin. Va username o'sha SSH orqali ulanish mumkin bo'lgan serverdagi userning nomi. Qisqacha ko'rinishi misol uchun username GNU Linux bo'lganda va uzoqdagi terminal IP adresi 192.168.0 va 101 bo'lganda ulanishni sintaksisi quyidagicha bo'ladi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. SSH misol uchun kecha yaratgan serverimiz GNU Linux 192.168.0.100. Menda serverim shu IP adresni olgan edi. Serverni o'zini ham ko'rishimiz mumkin. Mana server endi ishlab turibdi. IP orqali IP adresni ko'rganimizda bu 192.168.0.100 adresni ko'rsatmoqda. Xo'p. Bunga ulanib ko'ramiz. Ulanmoqchi bo'lganimizda bizda parol so'raydi. Parolimiz 1 dan 5 gacha. Va biz mana server ichiga kirdik. IP adres deganimizda 192.168.0.100, ya'ni shu manzilli serverning ichida hozir amallar bajarishimiz mumkin. Bir narsani inobatga olish kerak. Debian serverlarda root parol va login orqali, ya'ni username, root va parol orqali kirish avvaldan cheklangan bo'ladi. Uni SSH serverning konfiguratsiyasidan o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu xavfsizlik jihatidan qilingan. Endi biz dastlab aytib o'tganimizdek, ulanish usullari ikki xil hisoblanadi. Birinchisi login parol orqali, hozirgina biz amalga oshirgan ulanish. Ikkinchisi esa SSH key orqali, ya'ni parolsiz ulanish. Buni qanday amalga oshiramiz? Birinchi o'rinda biz o'zimiz joylashgan, ya'ni hozirgina turgan serverimizdagi SSH keygen programmasi orqali generatsiya qilamiz, ya'ni SSH key generatsiya qilamiz. Ular ikkita narsadan tashkil topgan bo'ladi. SSH public key
SSH private key, ya'ni bu o'sha jamoatga ochiq bo'lgan public va private, ya'ni u hech kimga berilmaydigan va saqlanadigan key hisoblanadi. Ikkalasi bir-birisiz hech qayerda deyarli ishlatib bo'lmaydi, chunki ular bir-birini encryption qilgan bo'ladi, ya'ni o'sha shifrlangan holatda bo'ladi. Hozir buni amaliy ko'rib chiqamiz. Menda avvaldan SSH keylar generatsiya bo'lgani uchun avvaliga uni o'chirib tashlayman. Birinchi bu serverdan chiqib ketamiz. cd ssh. Ko'rib turganingizdek, bu yerda id 25519 id 25519 pub id rsa va id rsa pub bor. By default biz key generate qilmoqchi bo'lganimizda bizdan biz yaratmoqchi bo'lgan o'sha keylarning nomini so'raydi. Biz agar by default qoladigan bo'lsa, biz generatsiya qilay turgan shifrlashni nomiga qarab o'zi naming amalga oshiradi. Hop, biz birinchi bilan o'chirib tashlaymiz. Hop, endi bizda ular hozir ko'rinmayapti. Endi yangi yaratamiz. SSH keyin bu minus type rsa va -b bitlar soni 4096 ta bu murakkablik uchun va enter tugmasini bosamiz. Bizdan nomini so'ramoqchi. Faylning nomi bizda birinchi o'rinda shu id rsligicha qolaveradi. Passphrase ga hali o'tmaganimiz yaxshi. Enterni bosganimizda mana bo'ldi. Endi ko'rishimiz mumkin. .ssh ichida id rsa pub degan fayllar hosil bo'ldi. Bularni ochib qaraydigan bo'lsak, bular o'sha shifrlangan holatdagi, bularni ya'ni qayta yana generatsiya qilish yoki qandaydir yo'l bilan poddelkasini yashash imkoni yo'q, chunki id rsa bilan id rsa pub ikkalasi birgalikda ishlaydi va ikkalasi bir-biriga munosib bo'lishi kerak. Xo'p, biz yaratdik. Endi qanday qilib uzoqdagi serverga buni yuboramiz va keyinchalik parolsiz ulanamiz. Buning uchun qaysi user bilan kirmoqchi bo'lsak, o'sha user orqali ssh copy id deymiz va hozir ishlab turgan lokaldagi serverni ko'rsatamiz. Endi enterni bosganimizda bizdan so'raydi shu user parolini. Biz 1 dan 5 gacha qo'ygan edik. Buni teramiz. Endi bizda ulanish parolsiz amalga oshishi mumkin. Bizga mana aytmoqda shu ssh Linux 168.0.100 orqali urinib kirishni va o'sha keylarning ishlayaptimi yo'qmi tekshirish uchun demoqchi. Biz kirib ko'ramiz. Endi ssh Linux 192.168.0.100
ulanganimizda ko'rganingizdek hech qanday parol so'raydigan prompt chiqmadi. To'g'ridan to'g'ri serverning ichiga o'tdik. Bu ham SSHning qulayliklaridan biri hisoblanadi. Endi bizda o'sha SSHning yana bir qulayliklaridan biri bo'lgan STP va uning amaliy misollari bilan tanishib chiqamiz. Buni o'zlarining ham amalda bajarib ko'rsatlaring bo'ladi. Ya'ni o'zingizning lokalniy kompyuteringizdagi ma'lumotni STP orqali serverga yoki serverdagi ma'lumotni STP orqali o'zingizga yoki butun boshli papkalarni o'zingizga, ya'ni tortib olishingiz yoki jo'natishingiz mumkin. SSH bo'yicha hozircha shular. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.